Radio Philadelphia. Sarbon. This is WHIILP Warminster 106.5 FM Radio Philadelphia. O'lda bo'l, cho'lda bo'l. Philadelphia'da bo'lsang, FM 106.5 to'lqinida bo'l. Yana bir bora assalomu alaykum muhtaram muxlislar. Filadelfiyada hozir soat kunduz 2 dan 13 minut o'tdi. Radio Filadelfiya to'lqinida Sarbon dasturi davom etamiz. Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Филадельфия чуть больше 2 часов дня. На волне Radio Filadelfia второй час очередного выпуска программы Sarbon. Alloh ishqi, vatan sog'inchi yurakda. Dildagimiz esa tilda. Sarbon dasturi. Aziz do'stlar, va'da berganimizdek, bugungi dasturimiz, bugungi ikkinchi soatimiz mehmoni taniqli o'zbekistonlik jurnalist Jasur Hamroyev. U kishi pandemiya sabab vatanga ketmay qolgan, hozir Amerikada turib qolgan vatandoshlarimizdan biri. Jasurbek, bizni eshityapsizmi? Albatta, assalomu alaykum, Mahmudjon aka va hamma eshitib turganlarga assalomu alaykum deyman. Ro'za Ramazonlar muborak bo'lsin. Hammamizga qalbimizga Alloh nur bersin, ishimizga baraka bersin. Rahmat. Jasurbek, Amerika FM to'lqinida o'zbekistonliklarning yagona radio dasturida sizni qutlayman. Ta'kidlash joiz, endi vaqtimiz sal kam qolgan bo'lsa ham, 20-25 minut vaqtimiz bor. Joiz bo'lsa aytayin, keyingi soatda siz bizni yo'lboshchimiz, Sarbonimizsiz. Dasturimizning nomi Sarbon. Bugun bir murakkab bir ahvoldaman. Endi masalan sizga o'xshagan yuzlab intervyular olgan jurnalist bilan muloqot, sizning savollaringiz balkim o'zingizga qaytib kelar. Bilmayman, men juda nima bo'lib qoldi. Kim u ijtimoiy tarmoqlarda 100 minglab obunachilari, ulkan yopiq eshiklarni kalit topguchi Jasur Hamroyev kim o'zi u? O'zi kim deng? O'zi kim u? Sizga boshqalarga bir oddiy inson Jasur Hamroyev. Keling, avvalambor men ajoyib kayfiyatimni aytishim kerak. New Yorkda hozir yomg'ir yog'a boshlayapti. Bu meni kayfiyatim aslida. Yomg'irni juda yaxshi ko'raman. Yomg'ir bu baraka. Endi Jasur Hamroyev kim? O'sha har bitta inson o'zini orzusi, maqsadi bo'ladiki, bu dunyoda o'zini orzu maqsadlariga yetib, o'zini o'rin topishga harakat qiladi. Mana shunday insonlardan biri. Bir bolalikdan bir kasb egasi bo'lib, odamlarga foydasi tegadigan, naf tegadigan kasb egasi bo'lishni orzu qilgan yigitcha. Buxoro shahrida tug'ilganman. Uzoq Toshkentda istiqomat qildim va undan keyin mana dunyo bo'ylab o'sha ijtimoiy loyihalarni ham amalga oshirishga harakat qilyapman. Demak, o'zi aslida tibbiyot sohasini tugatdim. Undan keyin umuman o'sha bolalikdan ijodga hurmatim boshqacha edi. O'sha yoshlikdan bir she'r, badiiy narsalar yoza boshlardim. Shundan keyin jurnalistikaga qiziqishim ortdi. O'sha mustahkam ilm olishga harakat qildim. O'sha jurnalistika borasida Hindistonda tahsil oldim. Indian Institute of Mass Communication'da Development of Journalism bo'yicha diplomlarni qo'lga kiritdim. Undan keyin Amerikada bitta ikkita jurnalistika bo'yicha katta loyihalarda ishtirok etdim. San Fransiskoda xususan aynan o'sha diasporani o'rganish borasida katta bir loyihada grant qo'lga kiritdim va uni ham chiroyli tarzda demak yakunladim. Lekin unga qadar tajriba ko'p bo'ldi. Darakchi gazetasida ishladim. Uzoq yillar davomida yozdim. Ko'p maqolalar. Menimcha 10 mingdan oshdi. Ko'p intervyular qildim. Keyin 2005-2004-yilda bir g'oya tug'ildi. Sayt ochish borasida. Chunki shu yo'nalish baribir ko'nglimga soldi Alloh taolo. Internet rivojlanishi haqida tasavvur paydo bo'ldi va sayt ochdim. Shu o'z degan sayt. O'sha boshida san'at madaniyatga bag'ishlangan edi, lekin keyingi yillarda ijtimoiy sohalarga ham bag'ishlandi. Shu bilan ular rivojlantirdi ancha yillar. Keyin qarasam, o'sha saytga ham o'ladigan davr kelyapti. Bu endi 2000 bilasizmi nechinchi yillarga to'g'ri keladi. Shu 15-16 yillar
Men aytdim, endi ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish kerak. Chunki ijtimoiy tarmoqlar davri ildiz ota boshlayapti. Shu bilan Facebookda endi ungacha rivojlantirishga harakat qildik. O'sha yillar davomida, lekin 2015larda menimcha juda ham ildiz otib ketdi. Keyin 2000ga Instagramda ham, Twitterda ham. Endi Twitter O'zbekistonda u qadar dolzarb ijtimoiy tarmoq emas, u qadar rivojlanmadi. Vaholanki mana shu Instagram va Facebook trendga chiqdi va followerlar ham ko'paydi, ularga kerak narsalarni bera boshladik, qiziqarli narsalarni bera boshladik. Keyin Amerikaga taklif qilishdi, onay degan juda katta demak dolzarb bir muhim jurnalistlar uchrashuviga Online News Association tadbiriga, u yerda jonli muloqotni yo'lga qo'yish bo'yicha bizga master klasslar o'tkazildi. Unda Facebook bizni taklif qilgan edi. Va juda ham yoqdi menga. Buni zudlik bilan o'zlashtirishga harakat qildim. Va aynan o'sha kundan boshlab biz demak jonli efirlarni Facebookda qila boshladik. Vatanga qaytgandan keyin birinchilardan bo'lib o'sha stream degan loyihani yo'lga qo'ydim. Qarasam, juda ko'pchilikka yoqdi bu loyiha va qisqa fursatda omadli loyihalardan biriga aylandi internet tarmog'idagi. Va shu loyihalarni rivojlantirib kelyapmiz. Shu bori shu. Endi har bir ijodkorni bir bir asar ustida ishlayotgan ijodkorni ko'z oldida uning o'quvchisi, tomoshabini, auditoriyasi keladi. Kim sizning auditoriyasi? Kim sizning tomoshabiningiz? Ishonasizmi, bu haqida rahmat savol uchun o'zim ham bir analiz qilganman, bir tahlil qilib ko'rdim ayrim paytda. Buni nima tarafi ham yo'q, masalan yoshlari bo'yicha, gender nimasi bo'yicha, ko'rsatkichlari bo'yicha ham masalan Instagram chiqarib beradi. Kimlar seni tomosha qilayotgani haqida qoyil qolarganim o'sha gap bejizga emas, 7 yoshdan 70 yoshgacha degan. Eng qari tomoshabinimiz 65 yoshgacha ko'rindi va intervyular mobaynida ham aytib qolishadi. Sizni buvim yaxshi ko'radi, buvim tomosha qilyaptilar, yoshlari 101da degan tomoshabinlar ham bo'lgan. Sizni duo qilyaptilar hozir deganlari ham bo'lgan. Mana hozir yaqinda ham mana bo'lgan gaplar. Staten Islanddagi bir vatandoshimiz iftorlikka chaqirdi. Jasurga ishonasizmi? Onam yaxshi ko'radilar sizni. Onam aytdilar, iltimos taklif qil shu insonni iftorga deb aytdi dedilar. Demak, o'sha gap to'g'ri bo'lyapti. Xalqimizga go'zal gap. 7 yoshdan 70 yoshgacha degan gap bo'lyapti hozir. Va turli soha vakillari, bu siyosatchilar bo'lishi mumkin, bu jurnalistlarning o'zi, bu san'at ahli, bu endi o'sha turli xil kasb egalari va Amerika Qo'shma Shtatlarida hattoki juda ko'plab trakchilar, trak haydovchilari ham maza qilib tomosha qilishligini har doim aytib kelishadi. Mana shu qilayotgan intervyularingiz, o'sha streamlaringiz, nima deymiz, o'sha ijod mahsulingizni mavzusini yoki uni qahramonini qanday axtarasiz? Aytmoqchi bo'lganim, siz zamonga qarab borasizmi, tomoshabinni fikriga qaraysizmi yoki siz tomoshabinlarni zamonni o'z ortingizdan olib boryapsizmi? Juda ham chiroyli savol. Qarz ikki qo'ldan deydi. Endi o'shaning uchun ham olib borish uchun ham o'zi shunga yarasha bir aql farosat bo'lish kerak edi. Chunki tomoshabinni o'rganmasdan turib, tomoshabinga nima kerakligini bilmasdan turib, o'zidan hech narsa qila olmaysiz. Sayzan favorida omadsizlikka yuz tutasiz. Shuning uchun ham o'sha zamonni nimasini bilgan holatda, nima deydi, umuman zamon bilan hamnafaslikni yo'lga qo'ygan holatda nimani ham o'rganish, tomoshabinlarni istagini o'rganish. Va gohida shunday bo'ladi, faqat ularning istagiga qarab ish qilgin keladi. Chunki ularning istagi o'sha zamonni boshi bo'lib qoladi, o'sha zamonni hamnafasligiga to'g'ri kelib qoladi. Mana shunaqa paytlari bo'ladi. Siz hozir albatta ko'p intervyular qilgansiz. O'shalarda esga qolgani ham bordir.
Lekin hali bitilmagani ham bormi bironta? Mana shu bilmasam endi ko'p vaqtdan beri bir odam bilan suhbat qurmoqchisiz, lekin hech shu mavridi kelmayaptimi, bo'lmayaptimi, bir narsa sabab bo'lyaptimi? Yaxshi savol. Endi men oddiy bir misol aytaman. Mana masalan Amerikada juda ko'p vatandoshlarimiz bilan intervyular qildik. Juda ko'plab vatandoshlarimiz tomosha qilishdi. Juda ko'plab kutilmagan holatda, masalan, Sherzodbin degan mana aktyor bilan qildik. Men o'ylamadim shu aktyorni ijodini qisqa fursatda 600 mingta odam YouTube'da tomosha qiladi deb. Umuman xayolimga kelmagan edi. Yoki yaqinda mana Habibulla Nizomov degan sportchi va qaysarmanda aktyor, hijomatchi yigit. U bilan ham intervyu qildik. O'ylamadim bu qadar muvaffaqiyatli bo'ladi deb. Masalan, shunaqa narsalar bo'ldi. Yoki boshqa intervyular, O'zbekistonda qilgan intervyularimiz, chet ellarni juda ko'p, Yaponiyada qilgan mana intervyumiz haligacha gapirishadi. Yaponiyada bir o'zbek yigiti yapon qizga uylanib, islom dinini qabul qilgan u ayol o'zbekcha gapiradi, namoz o'qiydi, Qur'oni Karim o'qiydi. Umuman juda ham bir ajoyib oilada mehmon bo'lganmiz, o'sha oilani olib chiqqanmiz. Haligacha rahmat aytishadi va hattoki o'sha intervyu sabab Amerikadagi bir vatandoshimiz yapon qizga uylanish borasida qat'iy qarorga kelganini ham mana yaqinda uni do'sti aytib chiqdi. Juda ko'p intervyular, streamlar bir-biriga bog'lanib ketgan. Unisi bunga, bunisi bunga muhokama qilishadi, gohida tanqid qilishadi. Endi tanqidlar asosan o'sha texnik kamchiliklar tufayli bo'ladi. Xullas aytadigan bo'lsak, hali intervyu qiladigan odamlarimiz juda ham ko'p o'ylayman va ko'p narsa bera olamiz. Lekin mana bu yil o'zim men bir plan qildim. Janob Putin bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti bilan intervyu qilishni o'sha ekonomik forumda ko'rishimiz kerak edi. Sankt-Peterburgda juda ham bir 2-3 yil tayyorgarligim bor edi mana shu demak intervyuga. Lekin hozir aynan o'sha demak iqtisodiy forum o'tadigan joy Expo Forum deymiz. Expo Forum bugun demak pandemiya sabab demak nimalarga bemorlar uchun joy qilib ajratilgan. Keyingi yilga qoldirildi endi o'sha ijtimoiy iqtisodiy forum. Nasib etsa janob Putin bilan uzoq suhbat qila olmasmiz, lekin qisqa bo'lsa ham jo'yali suhbat qilish orzuyim bor, chunki juda ham hurmat qilaman. Janob Erdo'g'on Turkiya prezidenti va u bilan ham intervyu qilishni maqsad qilganman. Sal boshqacha savollarga o'tsak, sal nima deymiz, shaxsiyga o'xshagan deylik. Hayotingizda biron bor qiyin iqtisodiy ahvolga tushganmisiz? Masalan, nima qilgansiz o'shanda? Kambag'al bo'lishga o'rganish kerakmi? Bo'lganmi shunday? Juda zo'r savol. Yaxshi savol. Bilasiz, inson hayotida hamma narsa bo'lishi mumkin. Hech kim undan nima emas. Hozir so'zlarni esimga kelmayapti. Hozir aytaman. Undan himoyalanmaganda har xil vaziyat tushishi mumkin, har xil vaziyatga tushishi mumkin. Ochlik bo'lishi mumkin, to'qlik bo'lishi mumkin, bemorlik bo'lishi mumkin, salomatlik bo'lishi mumkin. Hammasida inson sinalib boradi aslida. Va bundan mustasno bo'lmaganmiz. Va har qanaqa holatda mana bugun bemalol tahlil qilib, bag'rima keng qilib ayta olaman. Har doim Alloh qo'llagan. Har doim Alloh bizga yaxshilikni istagan. Chunki har qanday holatda ham u bizni toblashni istaydi. Masalan, Indiya, Hindistonda o'qib yurganda qattiq avtohalokatga uchraganman. Oyoqlarim singan, hushimni yo'qotgan, shunaqa og'ir paytda. Lekin katta bir Hindiston tashlab qochib ketsa bo'lardi o'sha haydovchi ham. Yo'q, u meni shifoxonaga olib borgan, shu bilan Allohning ko'magi bilan shifokorlar davolashga harakat qilgan. Mana shunday kunlar o'tdi. Juda ham og'ir bo'lgan avariya. Mana unda ham u holatda ham sizga yordam beradi Allohdan bo'lak. Kim? Cho'ntagingizda pulingiz yo'q. Lekin mana davlat aralashgan Hindiston, o'sha avariya qilib ketgan odam har tarafdan harakat qildi. Demak, Alloh yordam berdi, ularni ko'ngliga soldi. Juda qimmat operatsiya bo'lgan, uni ham davlat to'lagan, Hindiston to'lagan. Chunki sog'lig'imizni sug'urtalagan edi Hindiston o'zi. Rahmat aytaman, bugun men shuncha Hind xalqidan kerak bo'lsa, Hind hukumatidan bir umr minnatdorman. Undan tashqari
bizlar elchixona kelib qochib ketgan. Chunki bizlar elchixonalar ishlashni bilmaydi-da. Judayam elchilarni ham, konsullarni ham hammasini tozalaydigan davr keldi deb o'ylayman. Hammasi galstuk taqib, ochkini qo'yib, u yoqdan bu yoqqa o'tib keladi. Iltimos qilgan bo'lardimki, xalq bilan birga bo'linglar. Mana hozir videolarni ham ko'ramiz. Endi boshqa mavzuga o'tib ketdim. Rossiyadagi elchixonamiz oldidagi yig'layotgan odamlarni ko'rib, iching achiydi-da. Bu nima kerak bunaqa elchixona? Просто buzib tashlash kerak bunaqa elchixonani. Kerak emas. Xalq o'ylamagan elchixona. Xullas kalom, o'sha yerga konsulmi, yordamchisimi, bir narsasi esimda ham yo'q. Kelgan, qochib ketgan, ha, yaxshimisiz, nima bo'ldi, u bu deganda qochib ketgan. Lekin Hindiston oxirigacha turgan. Milliardlab aholisi bor. Tur yo'qol desa ham, mana pul top deganda hech narsa qilmay, nima deysiz boshqa? Xo'p deysiz. O'zi turib, so'zida turib, operatsiyani qildirib bergan. Ochlikka kelinadigan bo'lsa, masalan, hozirgi holat ham oson emas. Hozir tasavvur qiling, masalan, arzon shaharda qolib ketsangiz ham bir amalisiz, lekin Amerikada qolib ketish. Shunaqa odamlarni ko'rdim men. Voy. Bo'lsa o'zimiz do'stlarimizdan. Voy, hozir anaqa, hozir New Jerseyda edi. Voy, hozir anaqa New Yorkda nimadan, endi menimcha xudodan uzoq odamlar shekilli, mayli. Shunaqa vatandoshlarimiz bo'ldi. Anaqa nimadan, New York nimasidan kasalliklar ko'pligidan xavfsira, masalan, hatto o'sha uyga yaqinlashtirmaslik istagan bo'ldi-da. Lekin unaqa bo'ldi yoki bunaqa bo'ldi. Ko'p ayrim vatandoshlarimiz ko'rdim, juda ham sovuq o'zini hayotiga manimcha. Lekin Alloh taolo baribir o'zi joy hozirlab qo'yar ekanda bir yaxshi odamlar bilan. Mana hozir turgan vatandoshlarimiz Alloh taolo rozi bo'lsin, juda ham yaxshi insonlar, ro'zalarni tutib, bir-birimizni tushunib, hurmat o'rtada juda ham maza bo'lyapti. Tom ma'noda aytadigan bo'lsam, lekin Alloh taolo mana shunday qiyin holatda ham tashlab qo'ygani yo'q. Aslida dunyoning eng qimmat shaharlaridan biri New Yorkda mana bunday pandemiyada qolib ketish bu oson narsa emas, bu ham katta sinov. Lekin Alloh taologa ham aytaman, hech qanday bir og'irchilik yo'q. O'tada madora murosa madora bor, bir-birini tushunish bor, hurmat bor, ovqatlarni qilib va saqilib hozir ro'zalar tutilyapti. Mana faraz qilaylik, mabodo o'zingizga o'zingiz do'st bo'lsangiz-da, bo'lishning iloji bo'lsa, shunday o'rtog'ingiz bo'lishini istarmidingiz? Mana hozir o'z og'zida aytamiz, faxrlanib, albatta istagan bo'lardim. Menimcha o'sha ajoyib qo'shgan bo'lardi. Ko'zimdek ko'z topdim-u, o'zimdek do'st topmadim. Menimcha har bitta inson o'zini yaxshi tomonlarini jamlagisi keladi o'zida va faqat yaxshi taraflarni ko'radi aslida. Va shunday insonni hayotida uchratgisi yoki do'st qilib olgisi keladi albatta. Albatta istagan bo'lardi. O'zingizni bitta so'z bilan ta'riflay olasizmi? Qanaqasiz? Qanaqa insonsiz? Qanday insonsiz deyapsiz? Ha. Bitta so'z, ikkita so'z bilan. Endi bitta so'z bilan ifodalay olmayman, lekin bitta nima bilan, jumla bilan ifodalashim mumkin. O'sha Alloh yo'lidagi bir qul desam bo'ladi. Endi bu tom ma'noda qilib aytsam shu, endi har tomonda kelsa ham shunaqada. Chunki bu dunyoni narsalar hammasi o'tkinchi, voy unday, voy bunday degim kelmaydi. Va bu narsalardan uzoqman. Va bu dunyoni hamma yetilgan katta yutuqlari ham aslida nima foydali persent deymiz, fikri nolga teng keladi. Shaxsan men uchun o katta olim bo'lasanmi, voy o dunyolarni egallagan shoh bo'lasanmi, baribir oxiri go'rga kirasan. Shuning uchun ham eng maqbul yo'l o'sha. Shu dunyoni, u dunyo bilan bu dunyoni inson bir xilda borishga qo'lidan kelguncha o'rtada borishga harakat qilib, oxirat uchun ko'proq harakat qilish kerak deb o'ylayman. Chunki o'lim muqarrar, hozir siz, hozir men, hozir eshituvchilardan bittasi o'lishi mumkin. Shuning uchun demak bu dunyodagi, bu dunyo uchun qilayotgan, tirmalashib qilayotgan, muvaffaqiyat uchun qilayotgan harakatlaring aslida nolga teng. Alloh berganicha yashab ketaveramiz endi, inshaalloh.
nasib bo'lsa. Tarixga nazar solsak, endi fantastika deylik, masalan. Fantastika endi noto'g'ri so'z bu. Qaysi zamonda tug'ilishni va yashashni istardingiz? Masalan, shunaqa. Juda ham chiroyli savol. Men 7-asrda yaqinda bir shunaqa odam savol berdi. Joliy efirimda 7-asrga tushib qolishni juda ham orzu qilardim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida, mayli suhbatlarida bo'lmasa ham o'sha davri nuridan bahra olib, aynan o'sha davri go'zal ilmidan bahramand bo'lib yashashni juda ham istagan bo'lar edim. Vaholanki tom ma'noda aytadigan bo'lsam, Alloh qaysi davrni munosib ko'rgan bo'lsa, ana o'sha davr inson uchun eng zo'r davr sanaladi. Demak, hozir bizga nasib etibdi peshonamizga mana shu davr eng baxtli. Alo. Mana kasb to'g'risida gaplashdik. O'zingizning kasbingiz, mana bugungi faoliyatingizda odamlar, jamiyat uchun lozim, muhim deb hisoblaysizmi? Nima deysiz? Hozirgi qilayotgan ishlaringiz, sizning kasbingiz, faoliyatingiz odamlar uchun zarur narsami, lozimmi, muhimmi deb o'ylaysizmi? Juda ham muhim deb hisoblayman. Odamlar o'rtasida ko'prik bo'lish. Mayli-da, omma. Chunki siz butun bir millionlarni qamrab ola olmaysiz. 4 ta odamni dunyosiga ma'naviy ulush ulashsangiz, ana shuni o'ziga yetarli. Chunki hamma o'zini sohasi bo'yicha ulashadi. Mana hozir radioda o'tiribsiz, 2 soatlik efiringiz bor ekan, Sarbon degan. Maqsadingiz aniq-ku aslida. Masalan, shu 2 soatda ham 4 ta odamga nimadir berish aslida. Uni 4 ta odam eshitadimi, 40 ta odam eshitadimi, 400 ta odam eshitadimi? Buni endi Alloh biladi. Aslida men hozir televizorlardan ko'ra, mana degan televizorlardan ko'ra ijtimoiy tarmoqlardagi loyihalar juda ham mashhurlashib ketdi. O'shalarni ko'proq odamlar eshityapti, o'shalarni ko'proq muhokama qilishyapti. Hozir televizor o'zini tomosha qildirish uchun olgan videolarini ijtimoiy tarmoqlarga, internetlarga joylashtirgan. Hozir Telegramda, O'zbekistonda Telegram juda ham mashhur kontentga aylanganda, platforma, juda katta platforma. Tez mashhur qilib boradi. Shu ma'noda olib o'tadigan bo'lsak, qilayotgan ishlarimdan Allohga hamd va sano bo'lsin, faxrlanamanki, qancha yaxshi yorug' yuzli demak odamlarni ko'rdim, rahmatlarni eshitdim, qancha duolarni oldim, Allohga hamd bo'lsin. Va mana shu direktda oqib keladigan SMS-larni uni Allohga ayon-da bir kunda yuzlab, endi juda ham kam aytyapman, mayli-da, yuzlab nimalarni qabul qilaman odamlardan. Hayoti o'zgarganini aytishadi. Ishonmasangiz so'rov o'tkazishingiz ham mumkin. Fikrlari o'zgarganini aytishadi, hayotga qarashi o'zgarganini aytishadi odamlar. Yoshlarning fikri o'zgarganini aytishadi. Mana shu qilayotgan streamlarimiz va bu yana meni ruhlantiradi. Shu nima holatimizda, masalan, ayrim paytda bilasizmi, Nyu-Yorkda u yoqqa borib kelish ham oson emas. Shunaqa followerlarimiz bor, nima xizmat aka, davay ketdik, boraylik, qilaylik degan takliflarni ham qo'yishadi. Shuning uchun bu ruhlantiradi. Odam o'zi biladi qilayotgan ishi bo'ladigan ishmi, bo'lmaydigan ishmi. Bo'ladigan ish bo'lgani uchun ham biz tinmay ishlayapmiz inshaalloh. Alloh har bir insonni maqsadini go'zal qilsin deb tilak bildirib qolaman. Bironta savol bormi? Hech kim sizga bermagan. Mana bugun o'sha savolni bermadim, lekin o'sha savolga javob bergis keladi-yu, hech kim so'ramaydi shu narsani sizdan. Yo'q, menimcha bunaqa savolim yo'q. Men nima deydim? Bilmadim. Endi savol kutmasa, endi men unaqa bir mashhur qo'shiqchi emasman. Mikrofon ko'tarib bu yoqdan bu yoqqa yursam-da, shu mashhurligim uchun bir savol bo'lsa edi desam. Endi men sizga o'xshagan bir oddiy inson va unaqa bir savol kutib, o'zimdan kimdir yasab, yo'q, unaqa narsalardan uzoqmiz. Va nima deydi? Hammani yaxshi bo'lishini, baxtli bo'lishini xohlayman. Shunaqa tilagim bor. Bahodir aka, hamma yaxshi yashashini. Yaxshi yashash degani Alloh taoloni tanib, farzandlari, oilasi bilan aytishadiki, yaxshi birinchi o'yingni isloh qil deydi. O'ying seni yaxshi amallaringga sabab bo'ladi. Demak, o'yingni to'g'ri qilsang shundan boshlanadi-da. Odamlar bugun bir-biriga husumat qiladi, g'azab qiladi, yomonlik tilaydi, yomon narsalar aytadi, yomon gap aytadi, o'ziga qancha gunoh orttirib bo'ladi. Vaholanki bitta inson qalbini
og'ritish bu Ka'baga tosh otish bilan teng-ku. Men hammaga tilagim bor, yaxshi bo'lishligini xohlayman. Amerikada bo'lamizmi, Avstraliyada bo'lamizmi, O'zbekistonda bo'lamizmi, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar faqat yaxshilik tilayman hammaga. Chunki bu dunyo sizdan manda hammamizdan qolib ketadi. Hamma baxtli bo'lishga aqli. Lekin biz hammamiz mana shu baxtli bo'lish uchun harakat qilmaydigan osiy odamlarimizda vaholanki baxtli bo'lish bu juda ham oson narsa. Rahmat. Muhtaram muxlislar, bugungi dasturimiz mehmoni Sarbonimiz, vatandoshimiz, jurnalist Jasur Hamroyev bo'ldilar. Jasurbek, katta rahmat, sizga tashakkur. Bahodir aka, rahmat. Shunchalik hurmat qilib taklif qilganingiz uchun dasturingizga. Har doim mana shu Sarbon dasturingizda o'zingiz Sarbon bo'lib, yaxshi demak mehmonlarni taklif qilib, tinglovchilaringizga chiroyli narsalar ulashda davom eting. Shularni bildiramiz. Sog' bo'ling aka, rahmat. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Men o'ylayman, niyat qilaman, bundan nima deydi, kutaman, hali ko'rishamiz deb o'ylayman. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Hali balki mana studiyada o'tirib bafurja bir suhbatlashamiz. Ko'p savollar qolib ketdi lekin vaqt kamligi uchun. Sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Rahmat. Rahmat. Дорогие друзья, очередной выпуск программы «Сарбон» подошел к финалу. Благодарю вас за внимание и терпение. Следующий выпуск программы выйдет, надеюсь, как обычно, следующий в пятницу, в час дня. Это будет уже 15 мая. Услышимся на волне радио Филадельфия 165 FM. А всех моих единоверцев поздравить еще раз, пожелать им всем счастливого Рамазана. Muhtaram do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan nasib qilgan bo'lsa, kelgusi juma 15 maygacha xayrlashaman. Jaloliddin Rumiy hikmatlaridan birini keltiraman. Do'stimiz Karim Bahriyev tarjimalari. Agar taqdir etsa Alloh, qo'l ham olib kelar, yel ham olib kelar, sel ham olib kelar. Agar taqdir etmasa Alloh, qo'l ham olib ketar, yel ham olib ketar, sel ham olib ketar. Barchalaringizni mehribon Xudoyim panohiga topshirdim. Salomatligingiz kerak. Xayr. Haftaning har juma kuni soat 1 dan 3 ga qadar Radio Filadelfiya to'lqinlarida O'zbekistonliklar hamdo'stligining Sarbon dasturini o'tkazib yubormang. You are listening to WHIILP Warminster 106.5 FM Radio Philadelphia. Radio Philadelphia. Sarbon.